Xonsaroy turar joy majmuasini eng yaxshi orzular loyihasidan 1 kvadrati $1000 kvartira chiqib qoldi. Okalar, Yunusobod tumani shundoqqina Betonkani bo'yida joylashgan 16 etajli Namastroykani 14-etaj joylashgan maydoni 70 kvadratli plus 30 kvadrat o'zini balkoni bilan bo'pti. Old tarafini ko'rasizlarmi? O'zini avtoparkovniy joylariga ega. Xonadonimizni oldi hovlisi ko'rasizlarmi? Shunchaki planirovkani ancha yorvoshni o'zgacha stilda. Bu yerda alohida bolalar o'yingohlarini ko'rishimiz mumkin. Oilaviy dam olish uchun sharoitlarni yaratib qo'yishgan. Endi ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Pod'ezdidan kiraver shunaqa uzun hol, prixoshcha xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. O'ng qo'lda birinchi xona, bitta katta zal, mehmonxonani ko'rishimiz mumkin. Yo'lak bo'ylab ko'radigan bo'lsak, birinchi bolalar yotoqxonasi va alohida sanuzorlar joylashgan bo'lsa, uni yonginasida kattalar yotoqxonasi joylashgan bo'ladi. Alohida balkonga qaragan panorama o'ynaladi. Balkonga chiqish xo'rlari bor. Bu yerda ayollarning uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Kvartiramizni ko'rganingizdek, qarubka holatda umumiy 100 kvadrat bo'lsa, 70 kvadrat yashash maydoni bo'ladigan bo'lsa, o'zini 30 kvadrat balkoni bilan ko'rasizlarmi, akalar? Xullas, narxini aytib o'tganimda egalari $100,000 so'rashyaptilar. Albatta, kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar nomeri